Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Men sanoat elektronikasi va avtomatika sohasida 27 yildan ortiq amaliy tajribaga egaman. Agar kanalimizdagi obunachilar soni 1000 nafarga yetsa, o'zimning ko'p yillik tajribamga tayangan holda sizlar uchun mutlaqo bepul darslarni boshlayman. Muhim eslatma: darslar to'g'ridan-to'g'ri PLC dasturlashdan boshlanmaydi. Avvalo sanoat avtomatikasining asosiy qismlari, uskunalar va ularning ishlash tamoyillarini o'rganamiz. Keyinchalik navbati bilan PLC dasturlash mavzusiga ham o'tamiz. Chunki PLC dasturlashni o'rganishdan oldin tayyor dastur bilan ishlayotgan PLC tizimlari qanday ishlashini, kirish va chiqish signallari, sensorlar, invertorlar va boshqa qurilmalarning o'zaro bog'lanishlarini tushunib olish juda muhim. Barcha darslar bosqichma-bosqich va oddiydan murakkabga qarab o'tiladi. Ushbu darslarda siz PLC dasturlash, invertorlar bilan ishlash, servo tizimlari, sensorlar, elektr shkaflarini tuzish, tayyor elektr shkaflarini ishlashi, nosozliklarni aniqlash, sanoat avtomatikasi bo'yicha haqiqiy amaliy bilimlarga ega bo'lasiz. Bepul darslar albatta bo'ladi. Bundan tashqari o'ta murakkab muammolar va ularning amaliy yechimlarini chuqur o'rganish uchun maxsus pullik darslar ham tashkil etiladi. Pullik darslarda qatnashishni istasanglar, Telegram havolasini qoldiraman. O'zingiz haqingizdagi qisqacha ma'lumotlarni yuborsangiz, siz ro'yxatga kiritilasiz. Albatta kanalga obuna bo'lish o'zingizning ixtiyoringiz. Agar sizga hunar, tajriba va bilim kerak bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling. Bugun obuna bo'lmasangiz ham boshqalar obuna bo'lishadi. Ammo siz yangi darslardan bexabar qolib ketishingiz mumkin. Xalqimizda shunday naql bor: yigit kishiga 40 hunar oz. Shuning uchun kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va yangi darslardan bexabar bo'lib qolmaslik uchun qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Hurmat bilan SM Industrial Electronics.